Barchaga salom, sizlar bilan Prinsessa. Bugungi videoda Minecraftdagi eng qo'rqinchli faktlarni ko'rib chiqamiz. Herobrine afsonasi. Herobrine Minecraftdagi eng mashhur qo'rqinchli afsona. U hech qachon rasmiy ravishda o'yinda bo'lmagan, lekin ko'p o'yinchilar uni o'rmonlarda yoki g'orlarda uchratganini da'vo qilishgan. Mo'jizaning har bir yangilanishida Herobrine removed deb yozadi, lekin hech qachon uni ichiga qo'shganini tan olmagan. Endermanning g'alati tovushlari. Endermanning tovushlarini teskari qilib eshitib ko'rsangiz, u g'alati so'zlarni pichirlashga o'xshaydi. Ba'zilar bu tovushlar yashirin kod yoki qo'rqinchli xabar ekanini aytishadi. Nether olam do'zaxmi? Nether Minecraftning eng qo'rqinchli joylaridan biri. Uning ortida chuqur ma'no bor. U yerda faqat dahshatli moblar yashaydi. Hamma joy lavaga to'la va g'alati tovushlar eshitiladi. Nether bu Minecraftdagi do'zax. Savodsiz villager va ularning ajdodlari. Minecraftdagi villagers hech qanday aqlga ega emas. Ular faqat ishlaydi va yuradi, lekin pillagers bosqinchilar ularni doim hujum qiladi. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, pillagers bu villagerlarning mutatsiyaga uchragan versiyasi yoki ularning zulm ostidagi ajdodlari. Video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'linglar. Bizda tezroq 500 ta bo'lishimiz kerak.